Bugun sizlar bilan mana shu grazani tekinga olishni o'rganamiz. Wow, juda ham ajoyib. Mana ko'rishinglar mumkin, sumka turibdi, lekin o'yinda ko'rinmayapti sumka. Bu juda ham ajoyib bag. Bu bagni quvosinglar, Erangelda klassik kartada mazza qilib sumkasiz yurasizlar. Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda PUBG Mobile'ga oid bag va layhak videolarni tekshirib ko'ramiz. Va juda ham videomiz qiziq bo'lgan. Videoning ichida sumkani yo'qotish bagi, tekinga graz olish videolari bo'ladi. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Demak, sizlarga har davom etganman. Prosta tak shu videoni ko'rib turib tekinga UC ishlasanglar bo'ladi. Buning uchun shu videoga bitta dona like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib qo'yasizlar, kommentariyaga omad so'zini yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab UC tashab beramiz. Mana ko'rishinglar mumkin, bu bundan oldingi videomiz g'olibi Azbek Donyorov. Bu kishining IDlarini copyright qilib hozir adminga tashab qo'yamiz. Admin UC'larni tashab beradi. Demak, sizlar ham agar UC yutib olmoqchi bo'lsangiz, shartlarni to'liq bajaringlar. Agarda shartlarni to'liq bajarmasangiz, sizlarning nicklar random botda ko'rinmaydi. Aytgancha, yana bitta ajoyib yangiligim bor. Bu faqat YouTube'dagi obunachilarim uchun. Hozir bizada YouTube'dan keldim deb yozsanglar, UC servisda katta skidka bo'lyapti. Bu skidkadan foydalanib qolish kerak. Telegram poyezga Real PPM deb poyez beringlar yoki shu videoni opisiyanasiga silka qo'yib qo'yaman. O'tib turib narxlarni ko'ringlar. Agarda YouTube'dan keldim desanglar, sizlarga skidka qilib berishadi. Bu skidka 5 kun davom etadi. Ta'kidda bundan foydalanib qolinglar. Hozirgi paytda O'zbekistondagi eng arzon va ishonchli UC servis. Demak, gap cho'zmaymiz, qanunda videoni boshladik. Demak, birinchi videomizni ko'rishinglar mumkin. Velik orqali mana shu yerga kirib olsa bo'lar ekan. Bu yerga bilasizlar, faqat kalit yordamida kirsa bo'ladi. Agarda hozir velik yordamida kirsa, bu juda ham ajoyib. Bilasizlar, bu yerda juda ko'p lootlar bo'ladi. Ta'kidda hozir tekshirib ko'ramiz. Qanunda ketdi. Demak, biz ham o'sha joyga kelib oldik. Endi velik bilan mana shu yerga kirishimiz kerak. Demak, borar ekanmiz, velik ko'tarib turib, velikdan tushish knopkasini bosishimiz kerak. Vo, kirdimi? Ko'rgan bo'lsanglar, men pashti kirib ketdim. Ozgina o'xshamay qoldi. Uni ertasi tekshirib ko'ramiz. Velik bilan boramiz. Xo'p, sakrash knopkasini bosib, velikdan tushib riskga chiqib olishimiz kerak. Vo. Qaranglar, o'xshayapti. Ozgina qolyapti. Davay. Voy, otvordi. 3-urinish sakraymiz. Qani, velikdan tushib yana velikka o'tira olamiz. Qaranglar, mana bak holatga tushyapti, lekin ichkariga kirmayapti. A few moments later. Do'stlar, bu bagni men anchagina tekshirib qo'ydim, lekin bu bag bizada nimagadir o'xshamayapti. Ko'rishinglar mumkin, vo. Qaranglar. Anchagina ichkariga kiryapti, har safar shu holat bo'lyapti, lekin ichkariga kira olmayapman nimagadir. Demak, bu video bizada o'xshamadi. Mojid bu bagni olib tashlashgan, mojid biza o'xshata olmadik. Keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Mana shu videoga prosta tak hayron bo'lib qoldim. Qaranglar. Shu holatda turibdi-da, odamlar kelib turib buni ko'rmayapti. Bu bag yoki da layhak emas. Prosta tekshirib ko'rmasak bo'lmaydi. Interesniy menga, qiziqarli. Qaranglar, hozir odam keladi, buni otmaydi. Mana buni qaranglar. Qanday qilib otmasligi mumkin? Qarochi, biz ham tekshirib ko'ramiz, qanunda ketdi. Qarochi, chap tomonimda odam bor. Pol eventda 3 kishi, bittasi odam, bittasi sherigim va bitta o'zim. Hozir chap tomonimda odam bor. Cho'ta bizni bilib qoldim, bilmayman, ash holatda turibdi, bizga qo'ylab turibdimi? Qimirlamasdan turamiz, ko'ramiz reaksiyasini. Mojid bizani ko'radi, mojid yo'q. Tak. Davay endi chiq, Bu ham atalib chiqmayapti, bori. Shuni devor ag'ida turibdi, bori. Shuni naushnikda shak eshityapman. Devorning narigi tomonda turibdi. Voy, ko'rib qopti, bu sezib qopti. Qarochi, menga bu video qiziqligi uchun tekshirib ko'rdim. Bu qanaqadir bag yoki da layhak emas. Prosta qiziqdim. Bu odamga kelsak, men bu yerga ancha oldin chiqib oldim. Meni ko'rmagandi. Keldi, men shagini eshitdim. Men shag bermay turganimda meni sezib qoldi. Endi qanday qilib bilmadim. Qo'limda arujalar turgani uchunmi yoki da boshqa bilmay qoldim buni. Demak, bu videoni ham o'xshata olmadik. Keyingi bag yoki da layhak videoni tekshirib ko'ramiz. Aytishi bo'yicha, men bu tepalikka hech kim chiqa olmas ekan, faqat mana shu videoni ko'rgan inson chiqa olar ekan, xolos. Bu yerga chiqish uchun bitta dona yo'li bor ekan, bagi yordamida chiqsa bo'lar ekan. Mana tak ko'ramiz, bagini orqachalab chiqib oldi. Nima qilar ekan endi? Tak, bagidan tushib, mana bu tepalikka chiqib oldi. Bu yerga faqat bagi bilan chiqish iloji bor ekan. Demak, tekshirib ko'rish kerak.
Qanunda ketdi. Xo'sh, bu joy kichkina eventdagi joy, bu yerni hamma bilsa kerak. Demak, bagi bilan ozgina to'g'riga yuramiz. Birinchi to'g'riga yura olishimiz kerak ekan. O tushib ketib qolyapti. Yana ozgina yuramiz. Bo'ldi, yetadi. Endi orqaga qarab yurishimiz kerak. Voy, rolni boshqara olmayapman. Vot o'xshayapti. Vo, mana to'g'rilab oldik. Endi gazni bossak ham bo'ladi. Davay, chiqyapti, qaranglar. Qani, chiqdi. Chiqdik. Endi bu yerdan tushamiz, transportdan tushib, shuni chiqib olsak bo'ldi. Vola, bu layhak bizda ham o'xshadi. Bu yerga chiqib olib, leba odam mo'tselib bo'lar ekan. Eng qizig'i, bu yerga faqat bagi bilan chiqsa bo'ladi. Vashsha ajoyib. Yana bitta gap, oxirgi paytlarda aktivimiz tushib ketib qolyapti. O'shaning uchun sizlardan bitta dona iltimosim bor. Shu videoga bitta dona like bosib, kanalimizga shuni obuna bosib qo'yinglar va kommentariyaga yordam berdim deb yozib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Lekin realni aytaman, sizlardan iltimos. Shu kichik iltimosim yerda qoldirmaysizlar degan umiddaman. Shu narsalarni bajarsanglar, podpiska tashlab yuborsanglar, shuni videolarim yana rekka chiqishni boshlasa, juda ham xursand bo'lardim. Demak, keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Bu videoda aytish bo'yicha kamon orqali devori orqasida turgan odamni o'ldirsa bo'lar ekan. Tekshirib ko'ramiz. Demak, ketdi. Demak, sherigimiz bor. Sherigimiz mana shu yerda turibdi. Xo'p, biz mana videoda turgan joyga turg'izib qo'ydim sherigimni. Bitta otdim. Mana bu ikkinchisi. Xo'sh, mana bu uchinchisi. Yo'q. Hozir menda ikkinchi telefon zapisi yo'q. Sherigim aytishi bo'yicha umuman jon ketmayapti deb aytayapti. Xo'p, yana tekshirib ko'ramiz. Men burchakroqqa turg'izib qo'ydim sherigimni. Endi burchakroqqa otib ko'ramiz. Xo'p, endi so'rab ko'ramiz. Yo'q do'stlar, umuman даже joni ketmayotgan ekan. Endi men bu yerga turg'izib yana otib ko'ramiz. Tak, otamiz. Vo, ko'rishinglar mumkin, meni jonim ketdi, uniki ham ketgan bo'lish kerak. Ay, yo'q, uni joni hali ham ketmayotgan ekan umuman. Даже bir HP ham ketmayotgan ekan joni do'stlar. Tak, menda hozir ikkinchi telefon yo'q, ikkinchi ekranni ko'rsatay desam, demak bu video o'xshamayapti. Kamida 10 ta o'q otdim, даже buni bir HP ham joni ketmabdi. Bu videoni illi bizda o'xshamadi yoki-da fake. Обязательно fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Короче, bu video bizda o'xshamadi. Demak, keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Qani unda ketdi. Keyingi videomiz juda ham ajoyib foydasi tegadigan bug ekan. Men bu klassik rejimda sumkani polni yo'q qilish bugi bor ekan. Xo'p, oxirigacha ko'ramiz. Tak, brat tepada arabchasiga yozyapti. Men buni o'zbekchasiga perevod qilib beraman. Aytayaptiki, birinchi kiyim narsadan ikkinchi kiyimga o'taylik deyapti. Xo'p, ikkinchi kiyimni kiydi. Vot, kiy oldi. Tak, bo'ldi. Endi yana birinchisiga o'tib, sumkani kiy oldi. Tak, ko'rishinglar mumkin, sumka turibdi, lekin orqasida sumka ko'rinmayapti. Demak, buni biz ham tekshirib ko'ramiz. Qani unda ketdi. Demak, sumkani tashlab olishimiz kerak. Vo, tashlab bo'lmayapti. Ha, sumka to'la ekan. Hozir bir ikkita narsalarni tashlab, sumkani yerga tashlab olishimiz kerak. Bo'ldimi? Yo'q. Davay, tezroq tashlaymiz. Voy. Qani endi tashlab bo'lsa kerak. Bo'ldi, endi tashlab bo'ladi. Xo'p, mana sumkani tashlab bo'ldik. Endi kiyimimizni o'zgartiramiz. Hozir birinchisida turibdi, bizaniki ikkinchisiga o'tkazyapmiz. Tak. Adashmasam ikkinchisiga o'tkazib sumkani bossa o'xshash kerak. Xo'p, mana ikkinchi kiyimga o'tdi. Endi polni lutni olib sumkani olamiz. Tak. Vo, ko'rishinglar mumkin, mana sumkani ham oldik. Bizda ham o'xshadi, sumka turibdi, lekin o'yinda ko'rinmayapti. Bu juda ham ajoyib bug. Bu bug orqali Leboy klassik rejimida mana shuni qilib mazza qilib o'ynashinglar mumkin sumkasiz. Mana buni qaranglar mazzaligini. Yaxshi, bu bug bizda o'xshadi. Mana shunaqa foydali buglarni chiqarganim uchun boyaga iltimosim bajarib qo'yasizlar degan umiddaman. Like bosib, kanalga obunachani bosib qo'yib, kommentariyaga yordam berdim degan so'zini yozib qoldiringlar. Qani unda keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Tuya yordamida osmonga uchib ketsa bo'lar ekan. Mana buni qaranglar. Wow, просто так wow. Qaranglar, qanday qilib. Men lekin bu videoga ishonmayapman. Просто так tuya yordamida osmonga uchib ketyapti. Tekshirib ko'ramiz. Qani unda ketdi. Xo'sh, demak videoda tushuntirmabdi nima qilishni. Biza kichkina eventda tuya topib olishimiz kerak va to'g'riga yurib, mana shu yerga kelgandagi o'ngga chapga knopkani bosishimiz kerak. O'ngga chapga bosdik. Vo! Uchdimi? Nima bo'ldi?
ozgina uchdi, ko'rdinglar, ozgina uchdi tepaga. Qarochi tushundilar ha, kichkina eventga kelar ekanmiz. Tak tuya topib, mana shu yerga kelib, o'ngga chapga joystick bossak, tepaga uchib ketishimiz kerak edi. Hozir birinchi urinishda ko'rgan bo'lsanglar, ozgina tepaga uchdi, lekin unaqa videodagidek dakanza tepaga uchib ketmadi. Demak, yana sinab ko'rishimiz kerak. Unda hop, bu yerdan tushib olib, tekshirib ko'ramiz. Hop, tuyani to'g'rilab olamiz. Endi to'g'riga yurib, gazni bosib, mana shu yerga kelgandan keyin unga chapga bossak, vau, ko'rishinglar mumkin, bu video bizada o'xshadi, juda ham ajoyib bag. Bu bagni dushmaninglar yoki sheriginglar ko'rsa, 100% miyasi portlab ketadi. Ajoyib. Bu video bizada o'xshadi. Demak, ortiqcha vaqtinglarni olmasdan keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Bu videoda mana shu grazani tekinga olsa bo'lar ekan. Albatta ko'rib chiqamiz. Xo'p, oxirigacha ko'ramiz. Tak, nima qilyapti bu? Hozircha tushunmayapman. Bu videoga mana obunachilar atmetga qilibdi. Aytgancha, agar sizlar ham PUBG Mobile ga oid bug va lifehack videolarni ko'rib qolsanglar, Instagramda ham, YouTube'da ham, TikTokda ham borman. Bemalol meni atmetga qilib qo'yinglar. Mana shunaqa tekshirib chiqaman. Bo'ldi, men bu narsani tushundim. Qarochi missiyalarni bajarib, mana shunaqa tekinga tanga olib va grazani olsa bo'lar ekan. Demak, men bu ruletga kirib olar ekanmiz. Bu yerda missiyalar bor, mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham ko'p, 100 tacha missiya bor. Tak hozircha bizlarda nechta tanga bor? 4 ta tangamiz bor ekan. Endi biz missiyalarni bajarganmiz, mana ko'rishinglar mumkin. Oddiy missiyalar o'yinga kirsak 1 marta beradi, 2 marta o'ynasak beradi. Mashinada dushmaninglarni bosib ketsanglar ham berar ekan. Xo'p, hozir men 10 tacha missiya bajargandim. Hozir 10 tacha missiyaga nechta tanga berdi ko'ramiz. Tak. Voy. Hali ham 4 ta tanga turibdi-ku. Qarochi do'stlar, men bu narsani tushundim. Sizlar men bu kelgan ruletkani, mana bu Godzilla ruletkani 600 UC ga olsanglar, mana shu missiyalarni bajarib, tangalarini qo'lga kiritsanglar bo'lar ekan. Mana shunaqa narsa ekan. Prosta videoda aldabdi, tekinga olamiz deb. Bu grazani olish uchun 600 UC sarflashinglar kerak. Demak, bu video qisman to'g'ri, qisman fake ekan. Mana do'stlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan real PUBG bo'ldi. Обязательно sizlar ham mana shu bug va lifehacklarni tekshirib ko'ringlar. Yana bitta narsa, videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bosib va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Agarda qo'ng'iroqchani bosmasanglar, bundan da yaxshiroq videolarni o'tkazib yuborasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha